2021-yilda ishlab chiqarilgan Gazel biznes avtomobilini ko'rsataman. 2021-yil 300 ming atrofida yurgan ekan, motor, most, korobka, hadolar hammasi zo'r ekan. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. Bortlari ham zo'r holatda turibdi. Bitta mana shu oldi kabina tomonini polni bitta qarab zo'r qilsanglar zo'r holatga keladi. Kapotlarni, yirovkalarini cho'tki qilib, faralla taqib $500 xarajat qilsanglar, ideal mashina bo'ladi. Mana shu eshik bilan nari eshikning kraskasi bor ekan, udarlar ular o'tib dabdalasi ketmagan ekan. Yengil torpedkalarda, yengil injektor motorlarda, o'shani Next motorlarda to'g'rirog'i, to есть holati yaxshi. Stenlargacha radnoy turibdi, bakoyli qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, mana baklari ham yengilcha, ramalarigacha but-butun ekan, hech qanaqa nuqsoni yo'q. Zavod 420. Bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. Metallarigacha 4 talab. Xo'p. Bu yoq tarafdan ham mana shu joyida propeller qo'yib qo'yishgan ekan. Doполнительный radiatorli, holati zo'r. Bu mashinani sizlarga $13,500 ga beramiz. Yurib qolinglar, bosib olinglar.